deb o'yladim. Ha, juda chiroyli yotibsiz. Xo'sh, bahonachi xotinlar, bahonachi ayollar, yaqinroq kelinglar, telefonni prям yaqinlashtirib eshitinglar. Bugun sizlar uchun shunaqa oson, shunaqa arzon retsept beraman, ya'ni ko'z atrofidagi ajinlar. Bugun bir 20 ta, 25 ta patsient qabul qilgan bo'lsam, hammasida ko'z atrofida muammo ajin. Agar shu maskadan keyin ham qanaqadir bahona topadigan bo'lsanglar yoki qilmaydigan bo'lsanglar shu maskani, menga вообще boshqa murojaat qilmanglar. Hech narsa o'rgatmayman. Buni обязательно qilishinglar shart. Demak, buning uchun sizlarga nima kerak bo'ladi? Ну, где-то bir 50 ming so'mga ham bormaydi, 35 ming, 40 ming pulinglar ketadi. Aptekadan olasizlar bu narsani. Bitta banочкada glitserin olasizlar, bitta banочкada jajaba yog'ini olasizlar va 10 ta tabletka ayvit kerak bo'ladi. Yarimta glitseringa yarimta jajabani qo'shasizlar. Va buni ichiga 10 ta ayvit tabletkasini siqib aralashtirasizlar. 3 ta narsani aralashtirib tayyor qilib kosmetichkalarni yonida qo'yinglar va har kun kechasiga surib yotinglar. Shunda barmog'inglar bilan bitta tomchi bu yo'g'ga, bitta tomchi bu yo'g'ga surib yaxshilab massировать qilib yotinglar. Rezultati bilan обязательно bo'lishasizlar va rahmat deyish esingizdan chiqarmanglar. Lekin qilmasanglar bo'ldi, men sizlarga boshqa tavsiya bermayman qizlar. Juda ham zo'r retsept. Ajinlar ham yoyiladi, ko'z atrofi namlanadi. Вообще ko'z atrofidagi quruqlik, barcha muammolar yo'qoladi. Maza qilasizlar. Ishlatinglar.